Inseminatsiyani boshlayapmiz. Hozir buni ko'rasizlar, sperma kletkalarni tozalashni boshladik. Ko'rasizlar, aktivnesi ko'p. Xudo xolasa bu qizimiz bilan ham ikkilamchi bepishlikni birgalikda yengamiz. Demak, Berlin filialida bemorlarimizdan ko'rishib boshladik. Ko'rasizlar, tayyor dominant follikular bu yoqda, endometriya qavati zo'r. Xudo xolasa bu qizimizda ham natija bo'ladi. Mehribon, bugun dominant follikularga boy qon qilib bermoqchimisan. Ovulyatsiyalar ham ko'p bo'lsin, xo'p? Xudo xolasa. Zo'r. Yana navbatdagi bemorimizning dominant follikulasi